Dada, shisha nimadan yasaladi? Butilkalari sinig'idan. Ha, shu butilka nimadan yasaladi? Butilka shishadan yasaladi. Aha, shu ikkovi nimadan yasaladi? Bir ish bo'ta yo'q deyman, shisha butilka deydi menga. O'g'lim? Yur. Kim? Ke, menga qara. Uying yonibdi. Ismat qo'yini. Men laboratoriyamdachi o'g'lim shuni kashfiyot yaratdim. Qanaqa kashfiyot? Mana, ko'ryapsanmi? Qara. Soatmi? Bu oddiy soat emas. Bu vaqt oralig'ida sayohat qilsa bo'ladigan soat. Tushunayapsanmi? Bu soat bilan sen dinozavrlar ko'rsang bo'ladi. O'tmishga qaytsang bo'ladi. Ketay. Ishonmayapsanmi? Yarim soat oldin nima qilanding? O'g'lim bilan yer o'g'dar o'tiradi. Ketdik. Ana shu davra boramiz. Qo'limdan tut. Mana bu? Ha, ko'rdingmi? Men senga aytaman. Astag'firullah qildim. Mana. Hozir biz o'tmishga qaytdikmi? Ha, Uy, boyla. menga qara. Endi biz yangi kashfiyotlar qilsak bo'ladi. Futbolga pul tikamiz. Men bu kashfiyotimdan-chi g'arazli maqsadlarda foydalanmoqchi emasman. Bu bilan men Nobel mukofotini olsam bo'ladi. Tushunyapsanmi, Ismat? Menga qara. Mana o'tmishimga qaytib bilamizmi? Nimaga? 3 yil oldin. Bitta qaytaylik, bir iltimosim bor. Nimaga qaytmoqchisan? Yo'q, o'zimni ko'rmoqchiman. Kim bu, ey? Mani yoshligim. Короче, bitta qizi dadasini yoniga borgandim. Qiz dadasi menga bermagandi. Ana shu. Ko'ryapsanmi? Yomon siqilgandim o'shandan. Dadasi menga qizini bermagandi. Tushunyapsanmi bu holatni? Böyle olim qaytamiz. Hozir bu yo'qni ko'rish shart emas. Qaytamiz. Sovuni nima qilib o'tganding? Sovun, ana depressiyadan chiqish uchun kir yuvmoqchi edim. O'shanga kirlar to'plab qo'ygandim. Qaytaylik. U yo'qni ko'rish shart emas. Olim, men tushundim seni. O'tmishga qaytib bo'lmaydi ekan. Ana, men aytdim-ku. Ha, bo'lmasa kashfiyotingga ehtiyot qil. Men hech kimga aytmayman. Ehtiyot qil, haymi? Ketdim men. Ketanimdan beri bir bel urmabsan, ha? Mana qarang dada, men 18 yoshimga to'ldim endi. Xohlasam aytaman, siz ishingizni xohlasam aytmayman. Men endi erkin fuqaroman, tushunyapsizmi meni? Ha? Soating bilan Mana, o'tmishga qaytish kerak. To'yim bo'lgan paytda. nimaga? Bir xato qilgan ekanim uchun to'g'rilashim kerak. Yo'q, tarixni o'zgartirish mumkin emas. Olam muvozanati buzilib ketadi. Yo'q, men qaytishimni to'g'rilashim kerak. Yo'q.